Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı yerlerindeki təqadiler, sevgili dostlarım, yaxşısınızlar. Bilimli çanqılan, kalbimizde soğurgan anı mektubum, Tanruri Təlim Tərbiyə Məscidiga hoş geldinler. Anı mektubum 2017 yılı 9. ayının 1. günü 2 nəfər kəsbi oxutucu və mini öz içiga alğan 30 nəfər oxutucu bilan qurulğan olub, Harmas bağlanlarımızdan bizni köngül qoyub pərviş qilishi bilan hazırgacha 20 sinif və 320'den artıq oxutucu var. Mektubimizda ana tildan boshqa Qur'on, Sharqiy Turkiston coğrafiyasi, matematika, ingliz tili qatorliq darslarmi bor bo'lib, muallimlarimiz nihoyatda qiziqarli va tushunishli qilib so'zlab beradi. Bundan boshqa bizning qiziqishimizga qarata har xil universal darslarni o'rinlashtirgan bo'lib, buning ichida biz hammadan husnxat darsligi va qiymachilik darsini nihoyatda yaxshi ko'rdik. Muallimlarimizning ko'ngil qo'yib bir o'gitishlari men va do'stlarimning ana mektubimizga bo'lgan sevgimizni texmo oshirdi. Ana mektubimni anglagan Amerika, Fransiya, Yaponiya, Indoneziya qatorliq nurg'un davlatlardan kelgan muxbir taqadilarimizning mektubimizni ziyorat qilishi bizni hayajonga silib qolmay, indoneziyalik bolalarning mektubimizga kelib biz bilan o'zaro do'stlashishi bizga texmo bir aktiv energiya bo'ldi. Yaqinda texay ma'rif so'yar taqadilarimizning yordami bilan cho'ng azoda sinflarimiz bor bo'ldi. Mektubimiz yana kutubxona, milliy madaniyat uyi, oshxonadan tarkib topgan bo'lib, bu mehri issiq mektubimda ustozlarimiz bizning ruhiy va realiy taraflardan birdek yetishib chiqishimiz, milliy madaniyat asosida o'zligimiz va mavjudligimizni saqlash bilan birga bizga o'xshash yaramliq izbosarlarni yetishtirib chiqish uchun un-tinsiz xizmat qilib, to'xtamasdan izlanmoqda. Men ve savaqdaşlarım 2018 yılı Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan o'rinlashtirilgan İstiqlal marşini o'rinlash musobaqasida oltin medalga erishdik. Va shu yili İstanbulda o'tkazilgan Ana til so'ygisi va Navro'z kechaligi, shundaqla har yildagi 23-aprel bolalar bayrami qatorliq faoliyatlarga taklif bilan qatnashib, ko'plagan olqishlarga va qo'llashlarga erishdik. Muallimlarimiz texay biz Uyg'ur bolalarining inoq ittifoq do'stligini texmo rivojlantirish va ana til boyligimizni mo'llashtirishimizni maqsad qilib, mahallamdagi ahamiyatli bir kun faoliyatini o'rinlashtirdik. Bu faoliyatda biz nurg'un do'stlarni tepib oldik va birlikda Uyg'ur an'anaviy o'yinlar, zehn sinash, arg'amchi tartish qatorliq nurg'un o'yinlarni birlikda o'ynadik. Bulardan boshqa men savaqdoshim bilan ustozlarning yetakchiligida musiqaxonlarni va Uyg'ur qo'l hunarvanchiligining guli bo'lgan gilam to'qish korxonasini ekskursiya qildik. Dala sayohatlariga chiqdik. Ko'ngillik darslar va ahamiyatli faoliyatlar bizning ichib qolmaydigan she'ril bo'lg'imizga aylandi. Mana bu mening ana mektubim, tongning nuridek suzuk. Mana bu mening harmas bog'vanlarim, Tangning nuridek julaliq. Mana bu mening savaqdaşlarım, tangning nuridek saf va g'uborsiz. Kelinglar, atmoqchi bo'lgan tanglarimizning nurlari, Uyg'ur uchun kelinglar. Ana tilni qo'g'dash uchun kelinglar.